Babylux do'konini eng hadavo kravatlaridan bittasi babichka bo'ladi. Sababi bu bunaqa ko'p joy olmaydi. 67 ga 126 razmerda bo'ladi. Bu kravat o'ziga eng kerakli funksiyalarni olgan, ya'ni lyulka holati, birinchi holat, ikkinchi holat reshotkasi ko'tarilib tushirilishi. Bu degani o'zingizlarning spalniy kravatinglarga bemalol moslab ishlatsanglar bo'ladi. Hamda bolani yotish holati ham 3 ta pog'ona baland-past bo'ladi. Hozirgi o'rta holatda bitta ko'tarsanglar bo'ladi, hamda shu holatdan bitta tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Kravatimizda 4 ta balonlar jihozlangan. Xonadan xonaga bemalol olib kirib, olib chiqib yursanglar bo'ladi. Bu kravatimizda 100% MDF hamda reshotkalar yog'ochdan, sasna yog'ochidan ishlangan, hamda gipoallergenik kraska bilan qoplangan. Ichidagi bortiklari alohida tema, sababi muslinovoy materialdan tikilgan. Xohlasanglar mana shunaqa fasonda tikib beramiz. Xohlasanglar mana shunaqa podushni ham qilib beramiz. Bu уже turetskiy ranfors bo'ladi. Xo'p, endi narxlariga keladigan bo'lsak, ichidagi matras, bortiklarini hisobiga sal narxlari o'ynaydi. O'shani hisobiga bizani shaxsiy xabarimizga murojaat qilsanglar, narxlarni albatta yozib yuboramiz. Yoki do'konga kelib, o'zingizlar ham kачествосini tekshirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.